1946-yili muftiy Eshon Boboxon Buyuk Britaniyadan davlat va din arbobi, Jahon tinchlik mukofoti laureati, Canterbury Soborining boshlig'i, Buyuk Britaniya bilan SSSR madaniy yaqinlashish jamiyatining rais muavini Dr. Hewlett Johnson, uning maxsus kotibi Oxford Dorulfununining mudarrisi Dobi janoblarini qabul qilgan edi. 1955-yilning oktyabrida avstriyalik bir guruh jurnalistlar diniy nazoratda bo'lishdi. Shayx Ziyovuddin qori bilan uchrashishdi. Chet ellik jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan hamma savollarga Ziyovuddin qoridan batafsil, asosli javoblar olishdi. 1955-yilning noyabrida Norvegiyalik o'qituvchilar guruhi Tilla Shayx masjidini tomosha qilganidan so'ng muftiy Eshon Boboxonning hovlisiga keldi. Albaniya, Birma, Buyuk Britaniya, Hindiston, Indoneziya, Norvegiya, Turkiya va boshqa mamlakatlardan kelgan yuksak martabali mehmonlarni diniy nazorat faoliyati bilan tanishtirishdan aslo charchamadilar.